Rahmat. Har gal shamollaganimizda ertaga o'tib ketadi deya o'zimizni aldaymiz. Lekin bu qayta takrorlansa, bu tasodif emas. Bu immunitetni tushib ketganidan darak beradi. Immunitetni pastligi bu faqatgina shamollash emas. Doimiy charchoq, energiyani pastligi, ovqat hazm qilish sistemasining buzilishi va jigar muammolarini olib keladi. Undan keyin siz o'zingizni to'la sog'lomman deya ayta olmaysiz. Nut va kompleks ekstra 20 dan ortiq tabiiy giyohlar va vitaminlar jamlanmasi. U immunitetni ko'taradi, ovqat hazm qilish sistemasini yaxshilaydi, jigarni tozalaydi va energiyangizni qaytaradi. Hoziroq 1294 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Aytmoqchi, mutaxassislarimiz sizning barcha kerakli savollaringizga javob berishadi. Nutva, oilangiz uchun tabiiy g'amxo'rlik.